tugatib bo'lgunimcha davlenim chiqmadi. O'sha dekabr oxirroqda ichib boshlagandim. Mana hozir qaysi oy? Hali biror marta davlenim chiqmadi. Biror marta. Yuzimdagi qizilliklar yo'qoldi. Eng qizig'i, undan keyin kalavadan boshladik. Maqsadim ozish emas edi. U keyingi planlarda edi-da, hali keyinchalik degandim. Kalavadan ichgandan keyin ichib boshladik. 86 kilodan 74 kiloga tushdim. Taxminan 17-18 kun oralig'ida. Shunaqa so'zlarni mana yurganda hanslashlar. Shu kalavadan tugatib, hozir tiklovchi mahsulotlardan ichamiz. Cho'lmanimiz kollagen bilan kalsiy. Tashabsiz ekan. Tashadim, juda ham ancha tashadim. Bu harakatimda ham sezilyapti. Ulgurishimda ham. Yana bitta narsa aytgancha, haqiqatan xotiram juda pand berib boshlagan.